Demek, hammaga assalomu alaykum. Biz hozir hop 2026-yil 1-mart kuni 2-smenada tushgan imtihonlarni javobini ko'rib chiqamiz. To'g'risi, hop ko'proq kishini jonli chatga taklif qiling. Ko'proq savolni ko'ramiz. Iloji boricha ko'proq savolni ko'ramiz sizlardan. Hop, qanday savollar bor edi? Qanaqangi savollar bor edi? Hozir birma-bir ko'rib o'tib ketaveramiz. Hop. Boshlaymiz demak. Bir nechta savollarni o'zim uchun olganman. Endi sizda ham agar savollar bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham tashlasalaringiz yaxshi bo'lar edi. Iloji boricha hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi tengsizlikdan boshlaylik. Mana birinchi tengsizlik. Sanasini yozib qo'yaman. 1-03-2026-yil. Nechanchi smena? 2-smena. Tushgan savollarni tahlilini ko'ramiz. Hop, birinchisi. Birinchi misolimizga e'tibor qaratamiz. Bunaqangi misol tushibdi. 1 taqsim x plus 1 deyilgan. Plus 2 taqsim x plus 3 deyilgan. Plus 3 taqsim x plus 2. Kattadan o'ldan. Xo'p, demak, mana shuni nimasini so'rabdi? Yeching deb beribdi bizga. Mana shuni yechishimiz kerak. Keyin bitta narsani esingizdan chiqarmang. Hop, oldin tushmagan savollarni ishlaymiz. Ya'ni yana mana shu smenada testlar qaytarilgan. 5 talar savol qaytib tushdi deyishyapti. O'shaning uchun oldin tushmaganini sizlar bilan hozir ko'rib o'tamiz. Oldingi testda tushmaganini ko'rib o'tamiz. Bular tushib qolishi mumkin. Hop, demak boshladik. Buni qanday qilib ishlaymiz? Hop, buni bunday ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Shu savol o'zi tushganmidi bir kommentariyaga yozaylik-chi, buni chatimizga yozaylik. Tushganmidi o'zi shu savol? Bunga umumiy mahraj berishimiz kerak. Uchalasiga ham umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bunga umumiy mahraj beramiz. Bu ikkalasidan, ya'ni x plus 3, x plus 2 dan bunga umumiy mahraj berishimiz kerak. X plus 1, hop, x plus 2 dan bunga umumiy mahraj berishimiz kerak. Nimadan umumiy mahraj beramiz? Hop, x plus 1, x plus 3 dan umumiy mahraj berishimiz kerak. Hop, ko'paytirib yozib chiqamiz. Umumiy mahrajimiz aniq nimaga tengligi. Umumiy mahrajimiz uchalasini ko'paytmasi x plus 1, hop, x plus 3 va x plus 2 ekan. Hop, suratga ko'paytirib chiqarsak, birinchisi ko'payadi, x kvadrat plus 5x plus 6 ni beradi. Ikkinchisini ko'paytiradigan bo'lsak, 2x kvadrat plus 6x plus 2 ni berishi ko'rinib turibdi. Ya'ni birdan 2 ga ham ko'paytirib yubordim. Bir-biriga ko'paytirib, keyin 3 ga ham ko'paytirsam, buni 3x ning kvadrati plus 12x hop plus 3 bo'lsa, plus 9 bo'lib ketar ekan, katta noldan bo'lib qoldi. Mana shu ko'rinishda soddalashtirdik. Hop. Demak, endi qaraymiz. Mana shunday bo'lgandan keyin hop,
Endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, tepasini umumiy soddalashtiradigan bo'lsak, tepasi 6x ning kvadratini beryapti. X larni hisoblaydigan bo'lsak, 11x jami 11 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak, 23x ni beryapti. Shekilli sonlarni qo'shadigan bo'lsak, 17 ni beryapti. Mahrajimiz uchalasini ko'paytmasi bo'lib turibdi. X plus 1, x plus 3, x plus 2 katta 0 dan. Endi suratini diskriminantini hisoblaydigan bo'lsak, 23 ning kvadrati. 23 ning kvadratidan 3 kere 23 manfiy bo'lib qolishi mumkin-da. 529 dan ayirishimiz kerak. 24 kere 17 ni 408 bo'lar ekan. 529 ayirib yuboradigan bo'lsak, diskriminanti manfiy emas, musbat ekan. Xo'p, demak, surat bu ko'rinishda ko'paytuvchilarga ajraydi. Xo'p, 6 ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu ko'rinishda ko'paytuvchilarga ajraydi. X kvadrat bunaqa desak bo'ladi. Ikkalasini bunaqa ko'rinishda yozib olsam, 6x ning kvadrati plus 6x plus 17x plus 17 ko'rinishda ko'paytib yozib oladigan bo'lsam, mahraji x plus 1, x plus 3 va x plus 2 degan ko'paytuvchilarga ajraldi katta 0 dan. Endi tepasini ko'paytuvchilarga ajratib yozadigan bo'lsak, bu x plus 1 ga hop 6x plus 17 ni beradi menimcha. 6x plus 17 ni beradi. Hop, mahrajida uchalasi yana. Hop, x plus 3, keyingisida x plus 12 berildi, katta 0 dan ekan. Hop, endi buni ishlaydigan bo'lsak, yaxshilab qaraymiz. Suratni ham, mahrajni ham yo'lga tenglashtirib ko'radigan bo'lsak, bu ikkalasini qisqartirsak bo'lar ekan. Faqat x teng emas, -1 degan narsani olib qo'yamiz. Qolganini ishlaymiz endi. Hop, minus bu yoqdan boshlaymiz. 17 taqsim 6 dan boshlaymiz ekan. Keyingisi -3 bo'ladi. Bu yoq -12 bo'ladi. Hop, musbat, manfiy, musbat, manfiy. Bizga musbat joylar kerak. Mana musbat joylarimiz bizga yechim vazifasini bajaradi. Faqat -1 teng emas degan gap bor edi. Bu joyda -1 bor, o'shaning uchun -1 chiqarib tashlaymiz. Ya'ni umumiy javob -12 dan -3 gacha birlashma -17 taqsim 6 dan -1 gacha -1 dan cheksizlikgacha bo'lar ekan. Menimcha mana shunaqa javob bo'lishi kerak. Endi nimalarini so'ragan, yo'g'ini bilmayman hozircha. Ko'raylikda nimasini so'ragan ekan o'zi. Faqat tengsizlikni yeching deb qo'ygan ekan. Tengsizlikni yechadigan bo'lsak, mana shu oraliq kelib chiqadi. Mana 2 emas, mahraj 2 edi deyapti. 12 deb yozmadik-ku. Mana shu ko'rinishdagisini ishladik, bilmadim. Agar mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu javobimiz o'rinli. Savol boshqachamidi? Keyin bitta gap bor ekan, mana ikkinchi misolimiz. Misol agar menga shunday yetib kelganda, endi bilmadim, men kirayotganlardan to'g'risi nima qilganim yo'q, kanalga tashlaganimni ko'ryapman faqat. 8629 AB degan bitta son bor ekan. 6 xonali son bor ekan.
O'sha 12 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun A ko'paygan Bni eng katta qiymatini so'rabdi. Mana shu savol bormidi? Kommentariyaga yozing-da. Mana shu savol. Ha, x plus 12 deb o'tkazib yubordikmi? Ha, bo'ldi, tushundim. Tushundim. Ozgina xatochilik ketib qolibdi bizda. Qo'ygan joyi menimcha to'g'ri bo'ldi, mana shu joyi xato bo'lib ketdi. X plus 2 ning o'zimidi? 2 ning o'zi edi. Agar mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi bu yog'ini ishlab qo'yadigan bo'lsak, hop, bu yoqda -2, keyin bu yoqda -17 taqsim 6 bo'lar ekan, bu yoqda -3 bo'lar ekan. Musbat musbat oraliq desa, bu oraliqlar yechim bo'ladi. Keyin -1 chiqarib tashlaydigan bo'lsak, bunaqa chiqarib tashlashimiz kerak. -3 dan -17 taqsim 6 gacha birlashma -2 dan -1 gacha -1 dan cheksizlikgacha degan javob yechim bo'lib qolsa kerak. Hop. Kimdir mikrofonni yoqingan, qo'l ko'taring. Ruxsat berdik gapirishga, menimcha endi gapirsangiz bo'ladi. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Uni hozir ishlayotganingizda plus ikkinchi chorasi manfiydi, o'zini ishlarimni esimda ishlayapti shuni. Buni shartidami? Ha, shartida ikkinchi naqasi manfiy ayrishdi o'sha. 2 dan keyin ayrish bordi. 2 taqsim x plus 3 bor, o'shandan keyin ayrish bordi. -3 taqsim x plus 2 mi? Ha. Minusi da o'sha. Shuncha yozganimiz rasvo bo'ldi-da. Bugun farqini aytishdi o'sha savol. Bilmadim, lekin farqini o'sha ayrish tushdi, o'shandan keyin qisqarib ketadi. O'shanda tepasi x emas. X kichkina chiqdi, 2 dan emas, chiqadi. O'shanda ashikina bo'ldi. Xo'p, agar minus bo'ladigan bo'lsa ham ishlab ko'ramiz hozir. Hech narsa ham ko'p. Bekor o'chirdikmi deymanda. Bu yoq ko'paytirib oldik-ku, o'shani oldini minus qo'yib qo'yamiz-da. Men shekilli mana shunday o'xshaydi-da. Ya'ni bu joyda minus qo'yishimiz kerakmi? Hali esingizda bir bo'lsa, bir yanvarda bir gaplashdik. 26 dan nariyog'ini ishladik-ku. Qaysi birini? Ishladimmi? Yo'q, bir esingizda siz bilan gaplashdik. 26-dan nariyog'ini ishlash boshlanadi. O'sha ma'ni qilsam yaxshi boshlanadi, ko'rdimmi? Ko'p yugurtirdim xolos. 26 dan nariyog'ini ishlash boshlanadi. Mana shu minus bo'ladi, значит, agar bu joyimiz minus bo'ladigan bo'lsa. Keyin x kvadratlar qisqarib ketib qolar ekan. Shunaqa bo'ldimi? 11 minus x qolar ekanda. Minus x qolar ekan, 8 minus 9 minus 1 mi? Yo'q, nimaga? Bunda boshqacha. Ben kichkina chiqdi mana u. Ketinglas to'g'rimi? Ketinglas minuslarga tenglas. Ya to'g'ri. Xo'p, x plus 1, x plus 3, x plus 2 katta 0 minusga bo'lib yuborib, keyin bu ikkalasini ham qisqartiradigan bo'lsak, x teng emas minus 1 paydo bo'ladi-da. 1 taqsim x plus 3 ga x plus 2 kichkina 0 dan bo'lib qoladi. Shunaqami? Xo'p, bu degani oraliq qo'yadigan bo'lsak, bu yoqda -2 bor, bu yoqda -3 bor. Ikkalasining orasi bo'lib qolar ekan musbat, manfiy, musbat. Bu ikkalasining orasi yechim, ikkalasining orasida -1 yo'q. Demak, javob -3 dan -2 gacha bo'lib qolar ekan.
Men xatolik etib qolsam. Mana shu joyi bor. Значит, mana shu yechim bo'ladi agar mana shunaqa bo'lsa. Bu savollar bormi? Ikkinchi savol. Ha, bor. U birinchi savol uchun shu savol. Siz javob to'g'ri edi. Hozir ishlab ko'raylik. 12 ga qoldiqsiz bo'linish uchun ham 4 ga ham 3 ga bo'linish kerak degan xulosani avvalo 12 tenglik 3 ko'paygan 4 deydigan bo'lsak, xo'p, 3 ga ham 4 ga ham bo'linish uchun 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish kerak, 4 ga bo'linish uchun esa xo'p, oxiridagi ikkita raqam 4 ga bo'linish kerak. Bizga so'ralgan a ko'paygan b ning eng katta qiymati so'ralgan. A ko'paygan b ning eng katta qiymati bo'ladigan bo'lsa, значит a b'miz eng katta qiymati ikkalasi bir-biriga yaqinroq son. 56 bo'lsa 30 bo'lib qoladimi? Ko'paytmasi. Xo'p, buni oldin yig'indisini bilib olaylik, nechaga tengligini. Xo'p, 8 plus hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 14 i 16 25 ga teng bo'ldi. 25 plus a plusdan b'miz hop 3 ga bo'linishi kerak. 25 dan katta 3 ga bo'linadigan sonlar 27 bor. Unaqa deydigan bo'lsak, a plus b'miz teng bo'lib qolishi kerak 2 ga. Keyin 36 bor. 36 ga bo'ladigan bo'lsa, a plus b'miz teng bo'lishi kerak 11 ga. Keyin yana nechi bor? Xo'p, 45 bor, lekin 45 ga yeta olmaymiz-da. Qanaqa aytsam, ular bunday bo'lib ko'ringlar, oxirida ular 100 ular men bo'lib ko'rdim, bo'lsam oxirida 1 a b qoldi. O'shundan keyin o'shanga bunday sonlar yozib chiqdim. Qashbada katta bo'lyapti, 48. Yo'q, hozir shoshmay tursangiz, mana zo'r usulda ishlab beraman men. Yig'indisi a plus b'miz 2 ga teng bo'lishi kerak. A plus b'miz 11 ga teng bo'lishi kerak. 36 bo'lish uchun keyin 45 bo'la olmaydi. 45 bo'lish uchun 20 kerak. A plus b'mizning qiymati raqamlar bo'lgani uchun 20 bo'la olmaydi. Endi maksimal qiymat, ko'paytmasining maksimal qiymati deydigan bo'lsa, yig'indisi nechaga teng bo'ldi? 11 ga teng bo'ldi-ku. Xo'p, yig'indisi 11 ga teng bo'lgan sonning ko'paytmasi eng katta bo'lishi uchun yoki ular teng sonlar bo'lishi kerak yoki ketma-ket kelgan sonlar bo'lishi kerak. O'sha joydan bilishimiz mumkinki, a ni tenglik 5, b tenglik 6 ekanligini. 56 bo'ladigan bo'lsa, 56 4 ga ham bo'linadi. O'sha joydan bo'lib ketar ekan. 5 kira 6 necha bo'lar ekan? Demak, 30 bo'lar ekan. Javobimiz 30. Yo'q, unaqa kichkina javob bastlar asosan. Imkoni 40-48 edi. Men 48 olaman 6 kelsa. 40-48? Ha, imkoni 40 emasmi? Bundan ham kattaroq qiymat bormi-ku? Xo'p, raqamlar yig'indisi 3 ga ham bo'linishi kerak-da, to'g'rimi? Ha. Raqamni to'g'ri qo'shdikmi o'zi? 6 14 16 25 bo'ldi, to'g'rimi? Soni to'g'rimi? Bu soni to'g'rimi? Yo'q, men bilmadim, lekin shunaqaroqdi. 9 bordi, 8 bor, 2 bor, 6 ham bor. Yetadi. Hozir bu joyda 9 3 ga bo'linish uchun yoki a plus b'miz 2 ga teng bo'lishi kerak yoki a plus b'miz 11 ga teng bo'lishi kerak bo'lyapti-da. Ikkita javob bo'lyapti. Chunki keyingisi 20 bo'lib ketadi 45 bo'lish uchun. Hop. 20 bo'lib ketadi, lekin 20 bo'lmaydi. Hozir 8 ko'paygan 6 keyin 48 chiqadi deyapsizlar-ku. Mana 8 bilan 6 ni qo'shsa 86 4 ga bo'linmaydi-da. Oxiri 86 bo'ladigan bo'lsa yoki 68 ham 68 bo'ladigan bo'lsa 4 ga bo'linadi, to'g'ri. Hozir 68 yig'indisi 14 mi? 14 bo'ladigan bo'lsa 25 ga 14 qo'shadigan bo'lsak 3 ga bo'linmay qoladi-da. 39. Balkim bu joyi xatodir, mana shu joyi xatodir. Yo'q, domla ishlasizmi? 25 ga 14 ga 39 mi? 14 qo'shsak? Ha, bo'ldi. Men faqat
3 ga bo'linishini emas, 9 ga bo'linishini deb hisoblab yotibman. 3 ga bo'linish kerak-ku. Miyamda 9 aylanib yotibdi. A plus B'miz teng bo'lishi mumkin. Nechiga? 2 ga A plus B'miz teng bo'lishi mumkin. 2 dan keyin 5 ga teng bo'lishi mumkin. Keyin A plus B'miz teng bo'lishi mumkin 8 ga. Keyin A plus B'miz teng bo'lishi mumkin. Hop. 11 ga. Keyin A plus B'miz teng bo'lishi mumkin 14 ga. Hop. Domla. Mana shuncha qiymati bor-da bularni. Tushunardi? Domla. Chunki mana shu qiymatlarni qo'ygan taqdirimizda ham 3 ga bo'linib ketadi-da, keyin 4 ga bo'linishini keyin tekshiramiz. Domla, oson yo'l bor buni. Akami. Bo'ldim. Bormi? Mana bunaqa deymiz keyin. Qaraylik. Eng katta qiymati nechiga teng bo'ldi? A plus B'mizni yig'indisini. 14 ga teng bo'lyapti-ku. A plus B'mizni yig'indisi 14. Ya'ni 14 dan katta keyin 17 kelish kerak. Lekin bunaqa degan ham gap bor-da. A plus B'miz yig'indisi bu joyda A plus B'miz yig'indisi 17 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yig'indisi 17 ga teng bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin keyin bunday degan narsa bor. A plus B'miz yig'indisi oxirida 17 ga teng bo'lishi mumkin. Bundan ham katta qiymati bor. Afsuski, lekin 17 ni ikkita sonni yig'indisi ko'rinishida yozsak 4 ga bo'linmay qoladi. O'shaning uchun buni ola olmaymiz. Lekin A plus B'miz yig'indisi 14 ga bo'linadi. Ya'ni yig'indisi 14 ga bo'linadigan ham 4 ga bo'linadigan son bor. O'shancha olishimiz mumkin. U ham bo'lsa necha? 68. 68 o'sha AB degan ikki xonali songa teng. Bu joydan A'mizda 6, B'mizda 8 ekanligi ma'lum bo'ladi-da. 6 kira 8, keyin 48 ekanligi kelib chiqadi. Mana shu joydan keltirib endi misol uchun variantlikda keladi-ku. Eng oson yo'li bu variant bilan kelish. Eng zo'r usuli o'sha o'zi aslida. Domlaman naqa qildim. Sal bo'ldimda oxirida qanchalikda qolib qolyapti. Xullas 1 A B qolyapti. Xullas o'sha 100 xonali sonlar bilan 200 orasidagi 12 ga bo'lingan sonlar topdim. Eng kattasini qarasam 168 chiqdi. 6 kira 8 qilib 48 qilib oldim. Tekshirib ko'ring, to'g'ri chiqdi. Hop, mana shunaqa qisqasi. Keyingisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yana qanaqa savol tushdi? Hop. Xullas naqa tushdi. A'dan B'ga 3 soatda piyoda yo'l 3 soat yo'l yurdi dedi. Keyin kimda bor nimaga chatga tashlaysizlar-da o'shaning rasmlarni. Kimdadir bo'lsa hozir. Allo. Eshitilyapti, gapiravering. Xullas A shahardan B shaharga piyoda yo'lga chiqdi deyapti. 3-savolda. 3 soat yo'l yurdi. 3 soat yo'l yurgandan keyin velosipedchi yo'lga chiqdi deyapti. Va ikkalasi bir xil vaqtda o'sha masofani eslashni o'sha yarmiga uchrashdi deyapti. Yarimda quvvatdi. Quvvatdi deyapti va qarang, berilishyaptiki, velosipedchini tezligi piyodani tezligidan 3 marta katta deyilgan. Va shunda hozir qarang, o'shani iloji bo'lsa yozib turing, chatga tashlab turing. Hozir bitta integral bor ekan, o'shani ishlaylik. Integralni aniqlashyapti-da. Tushunsa. Chunki hozir aytganingiz bilan men yozib ololmayman-da uni. Xo'p. Uchinchisiga e'tibor beramiz. Endi bizda bitta integral beribdi, yaxshilar. Integral x taqsim zostilikda 3x plus 1. Hop, x. Hop. Значит, mana shunaqa integral tushgan bitta. Endi buni ishlashimiz kerak. Savol, buni qanday qilib ishlaymiz degan savol bor. Buni qiladigan bo'lsak, belgilash kiritaman.
ildiz-ostilikda 3x plus 1ni qanaqadir t deb belgilashga kiritib oladigan bo'lsam, endi ikki tomonda x ni topaman-da bu joydan. Ikki tomonni kvadratga ko'tarib t ni x topsam ham bo'ladi. Hop, Domla tashlab qo'yishdi. nima dedingiz? Tashlab qo'yishdi 3-chi savolni. Aha, 3-chi savol. bo'l. Hozir ko'ramiz uni. Endi mana shu joydan hop x topib oladigan bo'lsak, bunaqa bo'ladi. 3 plus 1 tenglik t kvadratni endi buni ishlab qo'yaylik-da oxirigacha. T ning kvadrati bo'ladi. Hop, bu joydan x ning qiymatini topib oladigan bo'lsak, t kvadrat minus 1 taqsim 3 ekanligi ma'lummi? Endi dx ham kerak-da. O'shaning uchun ikki tomondan hop hosil olib yuboradigan bo'lsak, dx teng bo'lib qoladi. Hop, bu yerdan hosil oladigan bo'lsak, 2 taqsim 3 ta tmi. Mana shunga teng bo'lib qolar ekan deymiz. Endi mana shu belgilashga qo'yib, integral olib yuboradigan bo'lsak, integral x joyiga nimani qo'yaman? T kvadrat minus 1 taqsim 3 ni pastga t ni qo'yaman. Keyin dx joyiga 2 taqsim 3 ta t ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu ikkala t qisqarib ketdi. Hop, hosil bo'lyapti bizga. Bunaqa hosil bo'lyapti. Integral t ning kvadrat minus 1 taqsim. Hop, oldinga chiqarib qo'yay. Taqsimni qo'ymay o'shanga. Birdaniga oldinga chiqarib qo'ysam bo'ladimi? 2 taqsim 9 ni t kvadrat minus 1 paydo bo'lar ekan ichkarida. dt bo'lyapti. Endi bundan integral olib qo'yamiz. Bundan integral oladigan bo'lsak, teng bo'ladi 2 taqsim 9. Hop, ichkarining integrali t kub taqsim 3 minus t ni beradi. Hop, plus c. Endi t ni joyiga boyagini qo'yib yuboraman. T deb nimani olgandik, o'shani qo'yib yuboradigan bo'lsam, bu beryapti 2 taqsim 9. Hop, ildiz-ostilikda 3x plus 1 ni kubi taqsim 3 minus ildiz-ostilikda 3x plus 1 plus c ni berib qoldi. Mana shu javob o'rinli bo'lib qolar ekan bizga. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Shunaqa javob chiqarganmidingiz siz ham? Domla. Hmm. Lekin uni boru ikkinchisi minus ildizi 3x plus 1. Hamma javoblarda hammasi 1 taqsim 2 bordi. Eng kamida 1 taqsim 2 bordi hammasida. Nimaning 1 taqsim 2si bor? Bol. Uni ildizimni yozib qo'ysa bo'ladi, 1 taqsim. Ha, xohlasa shunaqa deb yozing, darajasiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Boyagini tashlashdimi? Ha, tashlashdi. Hozir ko'ramiz. To'g'ri olibmanmi? To'g'ri. Bunaqa deyilgan. Demak, agar o'sha to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, nechanchi savolga keldik? 4-savol keldik. Hop. Bunaqa deyilibdi. A punktdan B punktga piyoda yo'lga chiqdi. 3 soatdan keyin xuddi shu yo'nalishda velosipedchi yo'lga chiqdi. Ikkita punkt bor. Shu harakatga doir masala ko'p tushyapti. Hamma testda bor bitta harakatga doir masala. Xo'p, ikkita punkt bor. Bu yoqda A punkt, bu yoqda B punkt. Xo'p. A punktdan B punktga piyoda yo'lga chiqdi. 3 soatdan keyin xuddi shu yo'nalishda velosipedchi yo'lga chiqdi. Piyoda mana 3 soat yurib qo'ydi. 3 soat yurdi. 3 soat yurib mana shu joyga kelib qolgan bo'lsa va piyoda mana shu joyda bo'lgan paytda va velosipedchi mana shu joydan yo'lga chiqibdi. Xo'p. Velosipedchi piyodaga yetib oldi. Agar velosipedchining tezligi piyodanikidan 4 marta katta bo'lsa, Domla 3 marta edi. yani yo'lning yarmida deyilgan. Yarmiga borganda velosipedchi piyodaga yetib oldi. Agar velosipedchining tezligi piyodanikidan 4 marta katta bo'ladigan bo'lsa, A punktdan B punktga
borish uchun qancha vaqt sarflaydi? Piyoda degan. Ha, bo'ldi, tushunarli. Demak, v velosipedchining tezligi 4 ta v piyodaning tezligiga teng ekan. Yo'lni yarmiga borganda unga yetib olibdi. Mana shu joyga borganda u yetib olibdi. Endi mana shu joygacha borganda yetib olibdi. Muhimi yo'llar teng. O'shandan foydalanib ketamiz. Endi piyoda A punktdan B punktga necha soatda yetib boradi deyapti. Endi mana shu yo'lni o'tish uchun piyoda T soat sarflagan, to'g'rimi? Qanaqadir T soat sarflagan bo'lsa, velosipedchi bu yerdan bu joygacha o'tish uchun T soat sarflaganda. Ya'ni ikkalasini umumiy yo'llari teng bo'lgani uchun, ya'ni S taqsim 2 masofani birinchisi v piyoda T plus 3 soatda sarflagan bo'lsa, velosipedchi va velosipedchining tezligida T soatda sarflagan deymiz. Endi v velosipedchining joyiga 3 ta v piyodani qo'yadigan bo'lsak, v piyoda T plus 3 tenglik 4 ta v piyoda ko'paygan T'ga. Bu ikkalasi qisqarib ketdi. T plus 3imiz teng ekan 4 ta T'ga. Bu joydan T'mizdan 1 ga teng ekanligi keladi. Ya'ni 1 soatda yurgan ekanligi keladi. Endi yo'lni yarmini, ya'ni S taqsim 2 masofani v piyodamiz bu yog'i 1 soat bo'lsa, bu yog'i 3 soat bo'lsa, jami 4 soatda bosib o'tsa, S masofani bu piyodamiz 8 soatda bosib o'tadi degan xulosani bersak bo'ladi. Demak, javobimiz necha soat ekan? 8 soat ekan. Mana shunday. 8 soat deb qo'yamiz. Yana qanaqa savol bor? Menimcha integral ketdi. Ovoz eshitilyaptimi? Ha. Ko'rinyapti? Ha. Ko'rinyapti, ovoz eshitilayotgan bo'lsa. Xo'p, demak mana shunaqa. Keyingisi. Yana qanaqa savol bor edi? Qanaqa savolga tushunmay qoldik? Okey. Bunaqa savol ham bormidi? Xo'p, nechanchi savol keldik biz? 5-savol keldikmi? Mana 5-savol deydigan bo'lsak. Xullas, nima unaqa deyilgandi? Aytdim. Yozishlar koptira. Yozib tashlang men bu yoqda. Xo'p, demak bitta savol keldi, o'shani yozamiz hozir. Xo'p, modul ichida logaritm f at x tenglik logaritm cosinus x asosiga ko'ra sinus x minus natural logaritm x modul ichida x tenglik pi taqsim 4. Mana shunaqa nima bormidi? Hosilasini toping deganmi? Hosila bormidi mana shunaqa? Shu nuqtadagi hosilasini toping degan savol. Ha, faqat namorat yozilgandi. Ln x ln cosinus x. Ha, bo'laveradi. Farqi yo'q. Moduldagi ikkalasi. Xo'p, endi birinchi o'rinda moduldan hosil olishimiz uchun o'z ichkarisidagi nuqtani qo'yib ko'ramiz. Ya'ni bizdan so'ralgan f' pi taqsim 4 qiymati nechaga teng deb so'ragan. Xo'p, endi f pi taqsim 4 ni qo'yib ko'rasizlar oldin. Ichkari musbat manfiyligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni modul ichida logaritm cosinus pi taqsim 4 ta ildizosi 2 taqsim 2 ga sinus pi taqsim 4 ta ildizosi 2 taqsim 2 ga teng. Minus natural logaritm xo'p pi taqsim 4. Xo'p, bu bizga 1 deb beradi birinchisi. Ya'ni a ko'radi gap qolyapti, 1 deb berdi. Endi pi taqsim 4 dan 1 dan sal kattaroq son chiqadigan bo'lsa, natural logaritm pi taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, значит 0 butun nechilardir degan son chiqadi. 0 butun, misol uchun
0,01 mi? Mana shunaqa taqriban olyapman-da. Ya'ni 1 dan kichik. Mana shu sonimiz 1 dan kichikda. 1 dan kichik. Aniq 1 dan kichik degan narsani bilsak bo'ladi. Ya'ni ayirsak musbat bo'lar ekan. Xo'p, ichkari qismimiz musbat bo'lar ekan. Ichkari qismimiz musbat bo'ladigan bo'lsa, demak buni oldin musbat qilib ochib yuborib, keyin hosil olib o'sha nuqtani qo'yar ekanmiz degan xulosani beramiz. Ya'ni f at x tenglik logaritm sinus x mi, kosinus x mi? Kosinus x asossiz ko'ra sinus x. Kosinus x asosga ko'ra sinus x. Xo'p, minus natural logaritm x. Endi bundan hosil olishimiz uchun oldin hosil olishga tayyorlab olishimiz kerak. Logaritm kosinus asosga ko'ra sinus x dan hosilani birdaniga olib yubora olmaymiz. O'shaning uchun buni bunaqa qilamiz. Logaritm kosinus x asosga ko'ra sinus x bo'ladigan bo'lsa, buni bunday desak bo'ladi. Natural logaritm sinus x taqsim boshqa asosga ko'ryapman, ya'ni natural logaritm asosga o'tyapman. Natural logaritm kosinus x desalar bo'ladi. Natural logaritm kosinus x deb oldik. Minus natural logaritm x. Endi hosil olsak bo'ladi. F' x'imiz teng bo'lib qoladi. Birinchidan bo'limi bo'yicha olamiz. Tepadan oladigan bo'lsak 1 taqsim sinus x ko'paygan kosinus x bo'ladi. Xo'p, minus keyingisidan oladigan bo'lsam 1 taqsim ko'paytmasi bor edi. Ko'paytirilgan natural logaritm kosinus x bo'ladi. Minus keyingisidan natural logaritm kosinus x dan oladigan bo'lsak, xo'p, 1 taqsim kosinus x, keyin kosinus x dan oladigan bo'lsak, minus sinus x deb beradi. Allo. Eshitilyapti. Logaritmning o'zini hosilasini o'qib qo'ysak-chi, 1 taqsim sinus x bo'ladi va ln ko'paytirilgan ln kosinus x bo'lib qoladi. O'sha unaqa o'zi forma kitobida bor degan, o'sha kirganda bor degan. O'shanga qo'ydim, o'sha chiqdi shundan. Qarab turing ozgina. Men hozir o'shani ketayapman. Ko'paygan. Endi bu misol uchun siz noqonuniy usullardan foydalanib ketgansizda, men ham uni o'rgataman, lekin bu joyga umumiy ishlanish yo'li bilan ishlashimiz kerak edi. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Xo'p, minus sinus x taqsim kosinus x ko'paytirilgan natural logaritm sinus x bo'ladi. Xo'p, mahrajimizda natural logaritm kosinus x ni i kvadrati bo'ladi. Nimasi bo'lar ekan? Kvadrati bo'lar ekan. Xo'p, minus natural logaritm x dan hosila 1 taqsim x deb beradi. Endi bunaqa bo'lyapti. f' x. Birinchisi kosinus x taqsim sinus x nimani beradi? Xo'p, kotanginus x mi? Kotanginus x ln kosinus x. Keyingisi plus tanginus x natural logaritm sinus x ni berar ekan. Mahrajimizda bo'ladiki, natural logaritm kosinus x ni qavs kvadrati minus 1 taqsim x. Endi f' pi taqsim 4 ni qo'yib yuboradigan bo'lsam, kotanginus pi taqsim 4 da 1 ga teng bo'lgani uchun hech narsani yozmayman. Kosinus x pi taqsim 4 da natural logaritm ilzosi 2 taqsim 2 bo'ladi. Keyin plus buncha yozib yubordik, shart emasdi. Plus tanginus pi taqsim 4 da 1 ga teng, natural logaritm sinus x bo'ladigan bo'lsa, natural logaritm ilzosi 2 taqsim 2 deymiz. Pastda natural logaritm ilzosi 2 taqsim 2 ning kvadrati paydo bo'ldi. Minus 1 taqsim pi taqsim 4 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 1 taqsim pi taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 taqsim pi hosil bo'lar ekan. Suratga yaxshilab e'tibor beramiz. Surati bizga beradiki 2 taqsim 4, ya'ni 1 taqsim 2 ni natural logaritm 1 taqsim 2 ni beradi. Yoki yo'q, bunaqa desak yaxshiroq. 2 ta natural logaritm ilzosi 2 taqsim 2 desak, taqsim. Xo'p, natural logaritm ilzosi 2 taqsim 2 ning umumiy kvadrat deymiz-ku. Mana bu bilan kvadratni qisqartirib yubordim. Minus 4 taqsim pi hosil bo'ldi. Endi bizga hosil bo'lyapti
2 taqsim hop natural logaritm ildizosi 2 taqsim 2 minus 4 taqsim pi. Yana shaklini o'zgartirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni darajani oldinga chiqarib bunaqa ko'rinishda ham keltirsak bo'ladi buni. 2 hop taqsim hop bu degani mana shuni bo'ladigan bo'lsak 2 ning minus 1 taqsim 2-si deganimi? Oldinga 1 taqsim 2 minus 2 bo'lib chiqadi. Natural logaritm 2 desak bo'ladi. Natural logaritm 2 minus pi 4 taqsim pi. Keyin bular ham qisqarib ketadigan bo'lsa bunaqa bo'ladi. Minus 1 taqsim natural logaritm 2 minus 4 taqsim pi. Yana ham javobga moslashtirsak bo'ladi. Buni bunaqa ham deb qo'ygan bo'lishi mumkin yaxshilar. Minus logaritm 2 y minus 4 taqsim pi ham deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana shu ko'rinishda javob olamiz. Dog'ma to'g'ri. Ha, yana ham javobga moslashtirishimiz kerak. Aniq nima bunaqa ham boshqa shaklda ham berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qo'yganini o'shanga 4 oldinga chiqadi. 4 taqsim pi ayrilgan 4 taqsim pi ayrilganda qo'shilgan bo'ladi shunda. Qisqasi mana shu shaklni almashtirib ham qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Bu aslida tushgan savol. Qaysidir nimada yilda bor edi bu. Chunki oldin ishlaganman-da. Qaysidir yilda bor edi bu. Mana shunaqa ko'rinishda ishlanardi. Uni ham javobi mana shunaqa ko'rinishdamidi yoki natural logaritmga aylantirib hisoblaganmi, joyini almashtirgan ham bo'lishi mumkin. Har xil variantda beriladi. Javob logaritmda. Javobga qarab xulosalar qilishimiz kerak. Variantlarga qarab. Keyin yana kimdir tashlamadimi nimaga? Keyin yana qanaqa savol tushdi? Yozyapman, lekin uzunda yozyapman. Xo'p, keyingi nechanchi misol keldik? 6-misol. 6-misol bunaqa edi. 6-misol bunaqa misol tushdimi? Yo'qmi bilmaymiz. 1 taqsim m plus 1 taqsim Bu o'nlarda tushdi, 10-savolda tushdi. n plus hop mayli. Biz joyini chalkashtiryapmiz-ku baribir hammasini. m plus 1 taqsim n minus 1 taqsim n ko'paygan mnp i plus m plus p. Mana shunaqa savol bormidi ishqilib? Domla buni mn tugashda a b c da berilgandi. O'shunda 1 chiqardi javob. A B C da berilganmidi? Ha. Bilmasam endi mana shunaqa deb kelgan. O'rniga b, p o'rniga c. Endi umumiy mahraj berish bu joydan boshlab mayli qisqartirib ko'raylikchi. Mahrajlar bo'ladi. 1 taqsim mahrajda bunaqa bo'lib qoladi. M plus P taqsim NP plus 1 bo'ladi. Ko'paytirilganga aylantirib olib degan bo'lsak, bu bizga berib qoladi. Mn plus i Mn plus 1 taqsim n ni berib qoladi. Xo'p, minus 1 taqsim n mnp plus m plus p. Xo'p, mana shunaqa berildi. Endi bunga umumiy mahraj berib soddalashtiradigan bo'lsak, 1 taqsim mahrajimiz bo'lyapti. mnp 1 taqsim demaymizda endi bu mahraj ham tepaga sakrab ketadi. Shu joydan yozsak bo'ladi. np plus 1 nmp xo'p plus m plus p ni berar ekan mahraj. Ko'paygan
mn plus 1 taqsim n ni beryapti. O'sha minus 1 taqsim n mnp plus m plus p ekan. Xo'p, ikkalasiga umumiy mahraj teng. Faqat suratlarni ayirib yuborsak bo'ldi. Bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak. Xo'p, n kvadrat mp bo'lyaptimi? Plus mn plus np plus 1 minus 1. Mahrajda n mnp plus m plus p. Mana shunaqa qoldi. Birlar qisqarib ketdi. Keyin bu bilan buni qisqartirib tashlasak n qolib ketar ekan. Javobimiz n. Ya domla xato qildik. Hech qayerda xato qilganim yo'q. Qarang domla, bitta tepadan n chiqarib olsangiz, n bilan n ketadi, tepadan n chiqarib olganingizda mnp plus Ha n ha ha plus ha. Bir ekan javob. Bir ekan. Pastda n ham bor ekan-da, biz ko'rmabmiz-da, mana shu n ham bor ekan. To'g'rimi? ha. Bir ekan javob. Javobni bir qilamiz. Hop. Yana qanday savol bor? Arifmetik progressi qayta tashlashgan. Qayta tashlanganlarni ishlamaylik deyapman-da. Buni bir qaytadan tushun. Yangi adashmasam. Keyin ABC muntazam uchburchakli piramidani tomoni 2 ga teng. Hop, Yo'q, unaqa tushunmadim. piramida tushmaganmi boyagida 3 talikda? Piramida tushdi, boshqacha piramida. Muntazam to'rtburchakli piramida tushdi, ikkita tushdi. 3 talikdan. Yo'q, uchtalikdan prizma tushdi, hali 33-34gacha. Kimdir tashashdi-ku u piramida. Rasmdan unaqa tushdi. Muntazam uchuvchi ichiga 3 ta doira tuzilgan. 3 ta doirani radiyasi teng. Va radiyasi orqali nima qilish kerak? Hop. Domla, bu kamerani yoqsam, kameradan ko'raverasizmi bemalol? Yo'q, kamera yo'qmi? Yozib olinyapti. Tashlab yuboring, rasm qilib. Keyin bunaqa savol bor ekan bitta. Shekilli, yaxshi ko'rinmabdi-da bu. Piyodani ham ishlab tashlaganmiz. Xo'p. Shekilli bunaqa osongina savol ham tushibdi, mayli. Oson bo'lsa ham ishlab qo'yaylik. 7-misolga keldikmi biz? Mana domla tashani. Hozir uni ham ko'ramiz. Yana bitta savol topdim demay. 1 plus 2 minus 3 plus 4 daraja 4 minus 1ni minus birinchisi, buning ham minus birinchisi, buning ham minus birinchisi,
Bunisining ham minus Ha. birinchisimikin. Mana shuni so'ragan bizdan. Boshlaymiz. Eng kichkinasidan ichkari qismidan boshlaydigan bo'lsak, bu 3 ni minus birinchisi bo'lib qoladimi? Qisqasi mana shu ikkalasi bizga beryaptiki, 3 plyusdan 1 taqsim 3 ni beryapti. 3 plyusdan 1 taqsim 3 ni ham birdan hisoblab yozib yuboraman. Keyin teskarisini ham hisoblaymiz-da. 1 plyus 2 minus 3 plyus 1 taqsim 3 10 taqsim 3 bo'ladi. Buning ham teskarisi bo'ladi. 3 taqsim 10 bo'lib qoladi. Buning teskarisi, buning ham teskarisini topishimiz kerak. Shekilli. Xo'p. Mana shunday qilib topishimiz kerak. Endi bundan ayiradigan bo'lsak, xo'p 20 17 taqsim 10 1 plyus 17 taqsim 10 ning ham teskarisi 10 taqsim 17 ni beradi. Buning ham teskarisini topishimiz kerak. Qo'shadigan bo'lsak 27 taqsim 17, ya'ni 17 taqsim 27 ni berar ekan javobimiz. Bo'ldi, javobimiz 17 taqsim 27 deb qo'yamiz. Xo'p, tashladingizmi? Tashlagan bo'lsangiz hozir ko'ramiz. Xo'p, mana shu uchburchak berilgan. Nimasini so'ragandi? Kichkina uchburchak, katta uchburchakka nisbati. Bo'linma boshqa hech narsasi yo'qmi bu uchburchakda? 8-misol bo'lyapti bizga. Mikrofoningizni o'chirib qo'ying, ishlatmayotgan vaqtingizda. Ha, bunda unaqa berilgandi. Yuzzalar nisbati kichkina uchburchak, katta uchburchakka hech narsa berilmagan. Hech narsasi berilmagan. Ha, topdim lekin. Muntazam hech narsa demagan. Muntazam uchburchakka ichki doiralar chizilgan. Uchburchak. Ha, shunaqa deganda, muntazam deganda, muntazam deyilmasa topib bo'lmaydi. To'nta sharti bo'lmaydi. Qisqasi muntazam uchburchakka ichki doiralar chizilgan 3 ta. Keyin markazlarni tutashtiribdi. Radiuslarni tutashtirib qo'yganmi? Markazlarni. Qisqasi mana shunaqa qildi. Tutashtirdi. Xo'p. Muntazam uchburchak. Tomonlari a'dan bo'lgan uchburchak. Kattasini yuzini, kichkinasini yuziga nisbatan so'ragan. Xo'p. Sektorisa ham balandlik o'tkazib yuboradigan bo'lsak. Shu endi neta o'tib qoldi-da bizdan, lekin er bo'lib tashlaydi ikki tomonga. Ana u ichkarisidagi ham muntazam. 2 erdan teng bo'lib qoladi. 2 er. Mana shundan teng bo'lib qoladi-da bu ham. Mana shunaqa bo'ladimi? Shu 2 erdan teng bo'lib qoladi. Turli xil usuli bor ekan. Qaysi biridan foydalansak yaxshiroq? Zo'r ko'rinadigan qaysi biri? Yuzzalar nisbati edi. Yuzzalar nisbati deganmi? Ha. Yuzzalar nisbatini topib qo'yaveramiz. Yuzzalar nisbati radiusni nima orqali bog'lab olishimiz kerak ekanda, tomon orqali. Ha. Xo'p. Domla uni ichki chizilgan unaqa uchburchak bor-ku.
O'shani 2R qilingda. Shunaqa bo'ladi o'zi. Uni A tomonda ham 2R bo'ladi va bitta 60 gradus deyilgani uchburchakda ichki ketilgan uchburchakni uchidan katta uchburchakni uchigacha bunday tortib olsangiz, xullas 30 gradusdan bo'ladi-yu. Pifagorni qo'llab chiqaveradi sizlar. Yo, hozir ishlaymiz buni. Shoshmay turing, men bu yoqqa qarayapman-da. Bo'ldi. Hozir ishlaymiz, shoshmay turing. Hozir qarayapman bu yoqqa. Bu yoqqa joylashtirib olay, ishlaymiz hozir. Xo'p, demak nima deyilgandi? Bitta muntazam uchburchak berilib, ichiga bitta 3 ta aylana, teng radiusli aylana berilgandi va hammasini radiusi 2rdan rdan edi. Tomonlari 2rdan bo'lib qoladi, shunaqa. Xo'p, keyin biz krisalar keshish nuqtasida o'tadi degandan ko'ra, bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, bu yog'imiz nimaga teng bo'lib qoladi? 30 gradus bo'lib qoladi. 30 gradusdan bo'linib qoladi. 30 gradus. Bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, 90 gradusni beramiz. 90 gradus. Bu yog'imiz ham ermi? Bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak ham necha gradus? 90 gradus. Bu yog'imiz ham erga. Bu tomon mana shu joygacha bo'lgan masofa 2 erga tengligi ma'lum. Bundan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, bu yog'imiz ham 30 gradus bo'lib qoladi. 30 gradusdan bo'linib qoladi. 30 gradus, bu tomonimiz ham 30 gradus ekan. Endi 30 gradus ekanligidan bu joyimiz 60 gradusmi? 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu R63 ga tengligi ma'lum. Bu joyimizning ham R63 ga tengligi ma'lum. Bu yerdan keladiki, hop, A'mizda qiymat teng bo'lib qoladi. 2 yerda chiqarib oladigan bo'lsak, hop, 1 plus 63 ekan. Mana shunga tengligidan keltirsak bo'ladi. Hop. Endi yuzalar nisbati deyilgan bo'lsa, S1 taqsim S2 deydigan bo'lsak, S1 da tomon 2 yerga teng bo'lgan uchburchak deb qarayapman. Xo'p, uni yuzasi bunaqa bo'ladi. A kvadrat, ya'ni 4R kvadrat ilzosi 3 taqsim 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu A kvadrat ilzosi 3 taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. Bular qisqarib ketsa, tepamizda 4R kvadrat qoldi. Pastda A ni kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, bu 4R kvadrat, keyin 1 plus ilzosi 3 ning kvadrati hosil bo'ladi. Ya'ni 4R kvadrat 1 plus ilzosi 3 ning kvadrati deydigan bo'lsak, bu ikkalasi qisqarib ketib 1 taqsim 1 plus ilzosi 3 ning kvadrati hosil bo'lar ekan. Buni soddalashtirib chiqadigan bo'lsak, 1 taqsim 4 plus 2 ilzosi 3 paydo bo'lyapti. Hop. Endi yaratsanlikdan qutqaradigan bo'lsak, tepasiga 4 minus 2 ilzosi 3 ni berib yuboramiz menimcha. 2 ilzosi 3 ni berib yuboradigan bo'lsak, 4 minus 2 ilzosi 3 taqsim 16 minus 12 4 qolar ekan. Ya'ni bunday bo'lar ekan. 2 minus ilzosi 3 taqsim 2 qolar ekan. Mana shu javob. Savolda katta uchburchakning kichkina uchburchakka nisbati edi. O'sha 4 plus 2 kattaning kichkinagami? Ha. 4 plus 2 ilzosi. Kattaning kichkinaga bo'lsa, buni teskarisi bo'ladi, qisqasi. Farqi bor. Kichkinani kattaga nisbati deb ko'proq so'raydi-da, misollar. O'shaning uchun shunday qilib yozib ketgan. Yana bormidi savol? Menga savol kerak, savol. Qanday savollar bor? Trapetsiya tushdimi yana? Trapetsiya. Prizma tushdi. Bunaqa 31-savolda bunaqa tushdi. Oz ko'rsam. Trapetsiya ham tushibdi-ku yana bitta. Trapetsiyani ishlaylik-da.
Bunaqa trapetsiyam tushibdi-ku. Shekilli. Yanayam bilmadim, men kirib chiqqanim yo'q-da. Bunaqa Domla trapets. trapetsiyada Ha? Aniq esla. aniq Trapetsiya yoki to'rtburchakmidi? bu tushdi. Bu tushdi. Xullas, tepani Qarabisdan telefonga qara. Xo'p, bunaqa deyilgan. Bu yoq S, bu yoq S, bu yoq 2, bu yoq 8 bo'ladigan bo'lsa. S'ning qiymati so'ralganmidi? Kattog'ini bitta qiymat. Trapetsiyada shunday xossa bor. Qarama-qarshi tomonlar ko'paytmas bir-biriga teng bo'lishi, qarama-qarshi tomondagi yuzalar ko'paytmas bir-biriga teng bo'lishi kerak degan xossadan S kvadratlaring 2 karra 8 ga teng bo'lib qolib, S'laringning qiymati 4 ga tengligi ma'lum bo'lib qoladi. Tushundiga? Domla buni 8/2 esga tenglab yuboribman. 4 chiqaman degan. Xato olib ketibman, lekin to'g'ri ekan. Qoidani bilmasdan. Ha. 9 bilan 4 bo'lib turganda-chi shu joyiga. Mayda, katta. Aha. Lekin 6 degan javoblar ham bor. Shunaqa o'yinda chatoq bo'lardi. Xo'p. Yana qanaqa savollar bor ekan? Yana qanaqa savollar bor ekan? Osbashayotgan. Tasharim nomli 31da tushgan shu savol. 31-testida. Arifmetik progressiya ham tushdi, to'g'rimi? U takrorlanish usulini ishlash kerak emasligiga shunga aytmadim. Bunaqa 10-savol yana bitta savol topdim qisqasi. Mana bunaqa ham savol tushdimi? Xo'p, ko'pincha ildizostilikda 26 I plus 15 ildizosti 3. Shunaqami? Shuncha ildizostilikda 4 chiqdi javobi. 26 minus 15 ildizostilikda 3. Mana shuni qiymatini toping deyilibdi. Mana shuni qiymatini topishimiz kerak bo'lsa, ikki tomonni tega tenglashtirib ko'tarib yuborishimiz kerak tamomda. Ya, domla bitta yo'nalish bersam bo'ladimi? Keltirdi. Xullas hali A plus B ning kubi bor-u. O'shani yozib turib, boshqa birinchi va uchinchi xatlarni yozib 26 ga tenglaylik yig'indisini. Va ikkinchi va to'rtinchi xatlar yozib, o'sha yig'indisini 15 ildizosi 3 ga tenglaylik. Va kvadratli narsadan ildizosi 3 chiqmasligi hisobga olib, B'da ildizosi 3 deylik. Va A'miz o'sha birinchi tenglamasini olib kelib qo'ysak, A'miz chiqadi. Qarang. Menga qarang. Men ham usulingizni bilaman. Hozir uni o'rgatish uchun vaqt kerak deb tushundingizmi? O'shaning uchun ham aytyapman. Undan ko'ra shunchaki ko'tarib qo'yganimiz ma'qulroq. Tezroq ham chiqadi qaraydigan bo'lsak, bu ayrimasi bo'lib turibdi-da. Mana shoshmay turing, mana kubga ko'tarsak ham osonroq chiqadi. Birinchisini kubga ko'taradigan bo'lsak, o'zi bo'ladimi? Plus 15 ildizostilikda 3. Keyin oxirgisini olib kelib olaman kubga ko'tarib. 26 minus 15 ildizostilikda 3 bo'ladimi? Keyin plus 3 ko'paygan. Birinchisining kvadrati ikkinchisini o'zi bo'lgan bilan mana bunaqa deylik. Bu pastdan yozib beray. Bittasini 3 ko'paygan. Birinchisining kvadrati ikkinchisini o'zi bo'lgan bilan bunaqa deyman. 26 plus 15 ildizosti 3 ning kvadrati edi-ku.
O'shani ikkita qilib yozyapman. 26 plus 15 ildiz ostilikda 3 i ko'paygan 26 minus 15 ildiz ostilikda 3 bo'ladi-ku. Ha. 3 bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga qo'shma bo'lyapti-da, ya'ni 3-ildiz ostilikda ikkalasi ham. 3-ildiz ostilikda-ku. Ikkalasi bir-biriga qo'shma bo'lyapti-da, i ko'paytmasini kvadratlarini ayirmasi. Bu ikkalasi bir-biriga nimani beradi? 3-ildiz ostilikda 26 ning kvadrati nechi? 500 676 676 minusdan 15 kvadrat 225 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 675. 675 mi? Qisqasi 1 deb berar ekanda, tushundingmi? Ya'ni buni bunaqa ko'rinishda yozsak bo'ladi. Birinchisi 3 ko'paygan 3-ildiz ostilikda 26 plus 15 ildiz osti 3. Keyingisi bunaqa bo'ladi. 3 ko'paygan birinchisining o'zi ikkinchisining kvadrati bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bilan ikkinchisi berilib kelib 26 minus 15 ildiz osti 3 ni berib qoladi. T ning kubiga teng bo'lar ekan bu. Xo'p, endi pastdagi narsalarga kerak emas. Mana shu narsani o'chirib tashlaydigan bo'lsak, shart emas. Shunchaki men buni tushuntirish uchun yozdim. Xo'p. Bunaqa deymiz endi. Birinchisida bu ikkalasi qisqarib ketdi. Javob 52 bo'ldi. Plus bu ikkalasidan 3 ni chiqarib olib, oldin shuni t ga tenglashtirgandik-ku, 3 ta t deb yozsak bo'ladi. O'sha t ning kubiga teng bo'ladi. Nari bu tomonga o'tkazsak, t ning kubi minus 3 ta t minus 52 t ning 0 bo'ladi. Endi mana shundan t ning javobini topishimiz kerak. Bu joydan t ni topadigan bo'lsak, t teng 4 ekanligi ma'lum bo'ladi. To'g'ri, t minus 8 bo'lmaydi, shuncha ko'rib qoladi. Mana shunday qilib ishlab ketaveramiz. Keyingisi yana bunaqa ham savol tushibdi. Bu 11-savol bo'ladi bizga. 11-savol bo'ladi menimcha shekilli. 9,4 3-ildiz ostilikda 6 ning kvadrati ko'paygan ildiz osti 6 i minus 3,4 ildiz ostilikda 6 i ko'paygan 3-ildiz osti 6 ning kvadrati. Endi domla o'sha qavs topingda, mana shuni qavs ichidagi. Qaysi biri? Mana ikkovsi ham qavs ichidagi. Polni mana shu o'psi misol qavs ichidagi. Xo'p, keyin ko'paytirilgan biror narsasi bormi? Yo'q. Darajada 8/11 bor uni. 100% bor. Darajasi. Mana shu qavs yopilgan. Mana shu umumiy qavs yopilgan. 8/11. Aniq. Ha. 100%. Endi bu joyni oldin soddalashtirib oladigan bo'lsak, hop, bunaqa 9,4 i ko'paygan 3-ildiz ostilikda 6 ning ikkinchisi 6 ni 1 taqsim ikkinchisi-ku, 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 6 ni 5 taqsim ikkinchisi bo'ladi. i minus 3,4 ildiz ostilikda 6 ni ko'paygan 6 ni 2 taqsim 3-chi deymiz. O'shani 8 taqsim 11-chi. Tenglik. Hop, bu yoq bo'ladiki 9,4 ko'paygan 6 ni 5 taqsim 6-chi minus 3,4 ko'paygan buni hisoblaydigan bo'lsak 6 ni 5 taqsim 3-chi 6 ni 5 taqsim 6-chi bo'lar ekan. 5 taqsim 6-sini 8 taqsim 11-chi. Bizdagi sonlar bir xil bo'lgani uchun oldidagilarni birma-bir qo'shib qo'yaversam bo'ladi. Ayirib qo'yaversam bo'ladi. Ayirsalaring bunaqa bo'ladi. 6 ko'paygan 6 ni 5 taqsim 6-sini 8 taqsim 11-chi bo'ladigan bo'lsa, bu bunaqa bo'ladi. 6 ni 11 taqsim 6-sini 8 taqsim 11-chi bo'ladi. Endi bir-biriga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 6 ni hop necha taqsim 4 taqsim 3-chi bo'ladi. Bu 6 3-ildiz ostilikda 6 degan shekilli. Mana shuni javobimiz o'rinli bo'lib qoladi. Boshqacha ko'rinishda ham bergan bo'lishi mumkin javobni. Shu berodi xato boribdi. Bu javob joydagi yodlaydi. Mana 6 chiqarib 6 boribdi. Necha olyapsiz?
bitta yurmasa olti chiqadi, olti ovuribman lekin taki. Hech qisi yo'q. Bitta xato qilsangiz 55, 54 ta ishlasangiz ham beraveradi. Xo'p, yana qanday savol bor ekan? Qanday savol bor edi? Tashlab qo'ydim o'g'li. Tashlab qo'ydingizmi? 31 savol o'tdi. Xullas, ikkita mana kesma, bitta tekstil yotarkan. Umuman 30 kesmaydi. nechanchisi? 12-chisimi hozir bizda? Ha. 12-chi misolimizga e'tibor qaratamiz. 12. Xo'p, demak ikkita kesma bor, to'g'rimi? Ha, bitta alfa tekstilda ikkita kesma bor. Bitta tekis A'dan yotadi. 3 ta nuqta olingan, B'dan 3 ta nuqta va bulardan nechta uchuvchi A'dan yasa nechta bo'ladi nuqta deydi. olingan? 3 ta nuqta olinganmi? Ha, B'dan Bitta, 4 ta. ikkita, 3 ta nuqta olingan. B'dan 4 ta nuqta olingan. Bular umuman bir-biri bilan to'qnashgan, umuman kesishmaydigan kesma o'xshagan. Parallel. A kesma va B kesma kesishmaydi. Ularni nechta uchuvchi yasash mumkin deyapti. Endi bunday qilasiz. Bu juda ham oson. A'mi, bu B'mi? Bunaqa qilishimiz kerak. Misol uchun birinchi holatimiz S tepada 3 tadan, ya'ni 3 ta nuqtasi bor-ku, A'ni 3 tadan 2 tani tanlaganimizda S pastda 4 tadan bittani tanlashimiz kerak. Tushundingmi? Hop, keyin unga qo'shamiz. Pastda S 4 tadan 2 tani tanlaganimizda S tepada 3 tadan nechtani tanlashimiz kerak? Bittani tanlashimiz kerak. Bo'ldi, mana shu uchuvchilar soni bo'ladi. Hop, buni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 3 dan yana 2 ta degani 3 bo'ladi, keyingisi 4 bo'ladi shekilli. Hop, keyingisi 4 faktorial taqsim 2 faktorialni beryapti. Ko'paytirilgan bu yoq 3 bo'ladi. Hop, 3 kara 4 12. Hop, bu yog'i 2 faktorial 24 2 bo'ladigan bo'lsak, 12 kara 3 36. 48 midi javob? Mana 36 chiqaveradi. 48 bo'ladi shekilli. Xatolik etib ha, 48 bo'lsa kerak. 48 O'sha javob. kattaroq sanaladi. 30, 32, 36 bordi, o'sha 48 ham bordi. Shunaqa ertalabki tushgani qayta 25 ta o'quvchidan unaqasi 10tasini 2 kiradi. O'sha yana savol 2 chiqadi uni. Nechtasi ikkala fanga kiradi degan. Bitta chiqadi, ikkita emas. Bitta chiqadimi? Bitta chiqadi. Ha, bugun ertalab o'shani tahlil qilib berdim-ku, tahlilda yo'qmi deysiz? Yo'q, domla ertalab o'rta operator o'shanga yodlashtirdi. Ovoz eshitilyaptimi? Ovoz yo'q deyishyapti. Ovoz eshitilyapti-ku. Eshityapti. Internet ishlab turadi. Ovoz eshitilyapti, yaxshilab. Domla bilan hozir yarimta tashlaymiz. 5 o'chirdi.
keyin bunaqa nechanchidir misolida 13-chi misol bo'lsa kerak bizga. 13-chi misol qilib ishlaydigan bo'lsak, bunaqa ham misol berilgan ekanda. Davroq uni Sinus x. xatoroq ekan. Ha? 11 bas 6/11 ekan. Ha, boya ko'rdim. Sinus kvadrat 2x mi? 6/11 mi bu? 6/11 bo'ladigan bo'lsa o'zgarib ketadi lekin. 6 chiqadi ekan esi. Agar Boshqalar 30 6/11 bo'ladigan bo'lsa, 6/11 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 6/11 mi? 6/11. hali umumiy darajasi bor. Ya'ni 6 chiqargan işte. Va baxtima qarang ana. 6 chiqar ekan javob. Lekin bu 48 chiqadi aniq. 18 plus 12 degan javob. Yo'q, faktorialda xato hisoblamadik shekilli. 4 faktorial taqsim 2 faktorial. Ha. Faktorialda xato hisoblab qo'yibmiz. Qarang. Qatida. Qaramasan. Bu yoqda xato hisoblab qo'yibmiz. 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial. 2 faktorial bor edi. Bu 12 plus Xo'p, 12 plus 18 30 ekan javob. Faktorialda xato hisoblab qo'yibmiz. Javob 30 ekan. O'zim sizga tasdiqlayapti. Ko'pchilikda bugun. Ha. Teng 9 kosinus 4 darajada x ga ega bu. Hali 37-savol. Hop, keyin mana shunaqa ildiz 3/2 deyilyapti. Minus 1/2. Minus ildiz 3 kosinus 2x deyapti, to'g'rimi? Mana shuni minus 1/2 p oraliqdagi ildizlari sonini so'ragan shekilli yoki ildizlar yig'indisini so'ragan. Ildizlar sonini so'ralgan, nechta ildiz bor degan. Hop, uning uchun buni darajasini bir marta kamaytiradigan bo'lsak, ildiz 3 ko'paygan 1 minus kosinus 2x taqsim 2 plus sinus kvadrat 2x tenglik ildiz 3 taqsim 2 minus 1/2 i minus ildiz 3 kosinus 2x deyapti. Endi yaxshilab e'tibor beramiz. Mana shu bilan bu ikkalasi ketdi. Chunki 1 ga ko'paytirilib ketdi-da, tushunarli? Bu yerda qolayotgan narsa minus ildiz 3 kosinus 2x qoldi. Minus plus sinus kvadrat 2x. Shunday bo'lib qolyaptimi? Hop. Mana shunaqa bo'lyapti-yu. 3/2 ikkisi ham bor bu joyda. Hop, mana shunaqa teng ekan minus 1/2 minus ildiz 3 kosinus 2x. Hop, buni ham bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bunday bo'lar ekan. Sinus kvadrat 2x plus ildiz 3/2 kosinus 2x o'sha minus 1/2 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi sinusdan kosinusga o'tib oladigan bo'lsak, 1 minus kosinus kvadrat 2x deydigan bo'lsam, bunaqa bo'lar ekan. Yaxshilab qaraymiz. Hop. Hammasiga 2 dan umumiy mahrajini beray. Bunaqa bo'ladi. 2 1 minus kosinus kvadrat 2x plus ildiz 3 kosinus 2x teng minus 1/2. Minus 1/2 emas, minus 1 bo'ladi endi. Chunki 2 dan umumiy mahraj berdik-da. Xo'p, narigi tomonga o'tkazib oladigan bo'lsak, 2 kosinus kvadrat 2x minus ildiz 3 kosinus 2x
narigi tomonga o'tkazyapmiz. Plyusdan 2 minusdan 3 bo'lar ekan, tenglik 0. Mana shunaqa ko'rinishga keldi. A deb belgilash kiritadigan bo'lsam endi ikkita a ning kvadrati kosinus 2x deb belgilash kiritdim. Minus ildiz 3 bitta a minus 3 tenglik 0 bo'lyapti. Xo'p. Menimcha diskriminant qilib hisoblaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Xo'p. 6 ko'paytmasi 6 yig'indisi shunga teng bo'lgan sonlar deydigan bo'lsak, uni ham keltira olmaymiz. O'shaning uchun bunaqa deb keltirsak ham bo'ladi, lekin bunaqa qilsak bo'lar ekan-u, lekin qanchalik darajada to'g'ri emas. Mana 2 bunaqa 2a ning kvadrati minus plus deymiz. Plus minus. Minus plus desak bu yoqqa o'tib ketdik. Minus 2 ildiz 3 a ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak-da. Plus ildiz 3 a minus 3 tenglik 0 deydigan bo'lsak, birinchidan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, a kvadrat minus hop 2a ni chiqarib oladigan bo'lsak degan to'g'rirog'i. A minus ildiz 3 keyingisidan plus ildiz 3 chiqarib oladigan bo'lsak, a minus ildiz 3 bo'ladi. Minus ildiz 3 tenglik 0. Endi ikkalasidan a minus ildiz 3 chiqarib oladigan bo'lsam, 2a minus ildiz 3 tenglik 0 bo'ladi. Demak, a tenglik ildiz 3 ekan, a tenglik ildiz 3 taqsim 2 ekan. Xo'p, kosinus 2x deb belgilagandim. A deb ildiz 3 taqsim 2 ga tenglashtiraman. Bunga tenglashtira olmayman, chunki 1 dan katta bo'lib ketadi. Kosinus 1 dan katta qiymati yo'q. Xo'p, qisqa qilib aytganda, endi kosinusga tenglashtirsak, значит 2x teng bo'lar ekan plus minus arc kosinus ildiz 3 taqsim 2 da. Hop. Keyin o'rta plus bo'lmayaptimi? Minusga teng bo'lib qolmadi. Minus bo'ladigan bo'lsa, hop, arc kosinus minus ildiz 3 taqsim 2 p minus hozir aytaman, p minus p taqsim 6 bo'ladigan bo'lsa, 5 pi taqsim 6 bo'lib qolar ekan. 5 pi taqsim 6 plus 2 pi deymiz. Hop. Endi 2x shunga teng bo'ladigan bo'lsa, x imiz teng bo'lib qolar ekan. Plus minus 5 pi taqsim 12 plus 2 pi ga. Mana shu bizga yechim bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Tenglamani yechimi mana shu. Endi ana u oralig'idagi ildizlarni topadigan bo'lsam. Hop, ana u oraliqdagi ildizlarni topadigan bo'lsam. Hop, ildizlarni topamiz. o'n ikki degan ham qiymat kelyapti bu yerda. Shekilli 7 pi taqsim 12 degan qiymatimiz mana shu joyda bor. Menimcha bu yoq pi, bu yoq minus pi taqsim 2 deb qo'ysak bo'ladi. Menimcha 3 ta qiymat bor, boshqa qiymat yo'q. Qolgan qiymatlar o'tib ketyapti, musbatlik ham o'tib ketyapti. Birda qo'ysak manfiylik ham o'tib ketyapti.
Demak, mana shuncha qiymatda 3 ta joyida yechim bor. 3 ta yechim bor. Ildizlar shular. Ildizlar yig'indisi degan bo'lsa 7 pi taqsim 12 bo'ladi. Ildizlar soni degan bo'lsa 3 bo'ladi. Nimasini so'ragandi? Ildizlar sonini so'raganmidi? Bizlar soni so'radi. Soni bo'lsa 3 ta degan yechim. O'tira bordi. Ildizlar soni so'ralgan bo'lsa 3 ta degan yechim o'rinli. Nechaga keldik? Davlatda geometriyada chap qo'ydim shunaqa. Geometriya O'sha geometriyasidan tashlab tushgan. hozir yana bitta misol bor ekan. 15 ta geometriya ishlaymiz. X ning kvadrati minus 5x minus 6 plus 7 plus 6x minus x ning kvadrati tenglik x plus 1 bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni buni x deb oladigan x emas, a deb belgilaylik. M deylik. Mana shuni n deydigan bo'lsak, bunisi nima deydi? M plus m. Agar mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bitta modulni xossasini yozing. Agar modul ichida m plus modul ichida n ning yig'indisi m plus n ga teng bo'ladigan bo'lsa, agar mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'rinadiki, m ko'paygan n ning ko'paytmasi 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak degan xulosani berib qo'ysak bo'ladi. Klassini ko'paytirib 0 dan katta yoki teng deb yozadigan bo'lsak, x kvadrat minus 5x minus 6 7 plus 6x minus x ning kvadratini katta yoki teng 0 dan deydigan bo'lsak, pastdan yozamanmi deyman yoki shu yerga sig'dirib qo'yaymi? Bu yoqdan ko'paytuvchilarga ajratamiz. Endi x minus 2 ga x minus 3 ajraydi birinchisi. Keyingisini ajratadigan bo'lsak, oldin minusga ko'paytirib olaylik. X kvadrat minus 6x minus 7 kichik yoki teng 0 dan x minus 2. Hop. Xatolik etdingiz. Qarang, ularni ko'paytirsak plus 6 bo'lib qoladi. Minus 6 emas-ku. Minus 2 minus 3. Ko'paytirsak plus 6 bo'lib qoladi. Davlatda turishcha o'shanda x minus 1, x plus 1, x minus 6 ga ko'paytirishga ajratingda kesin. Harakat qil. Yo, plus deb o'ylayapmiz. X minus 6 yu x plus 1 deb ko'paytuvchilarga ajratsak bo'ladi. Shunaqami? Plus 1 deb ko'paytuvchilarga ajratsak bo'ladi. X minus 6 x plus 1 bu yoq nimaga ajraydi endi? X minus 7 yu x plus 1 mi? Kichik yoki teng 0 dan. Bu degan x plus 1 ning kvadrati x minus 6 yu x minus 7 degani kichik yoki teng 0 dan. Navbatgada 7 minus x bo'ladi, x minus 7 bo'ladi. Nimaga? Minus 7 ga 1 da ko'paytirsa minus 7 bo'ladi, plus 1. Lekin modulni plus chiqadi. To'g'ri. Hazillashmang. To'g'ri ajratdik. Nolga tenglashtirilganda 7 6 qoldi. Minus 1 qoldi. Minus 1 tagichlar istisno holat bo'lgan. Endi hammasi kiradi. Xo'p, musbat, manfiy oralıqlar yechimimizda. Shu oralıqlarda yechim sifatida topib ketamiz. Demak, bizga yechim bo'lyapti. Yo, musbat nimaga? Istisno holat dedik-ku. Nimaga yana? Istisno holatdan keyin istisno holatni orasida ishoralar o'zgarmaydi-da. Shuning uchun manfiy degan joy faqat bu joyimiz. Xo'p, demak, qayerdan qayergacha bo'ldi javobimiz? 6 dan 7 gacha. Keyin 1 ning o'zi faqat o'zi kirgani uchun ham birgalikda 1 da o'zini ham olib qo'yishimiz kerak. Xususiy qovuzga. Demak, mana shu javobimiz o'rinli bo'lib qolar ekan. Keyingisi 15-misol. 15-misol nima bor dedingiz? Geometriyada chap qo'ydim.
tomonlari teng bo'lgan beshburchakka ikkita muntazam uchburchak va uni ichidan beshburchakni uchigacha bitta uzun kesma o'tkazildi. Kesma bilan bitta diagonal orasida burchak topilgan. Qisqasi bitta kvadratmi, anavi kattasi. Yo'q, beshburchagi tomonlari teng bo'lgan beshburchak. Ha, 5 burchak berilgan qisqasi. 5 burchak berilgan, tomonlari teng bo'lgan. Shunaqa? Ha. Tomonlari teng bo'lgan. 5 burchak berilibdi. 5 burchak berilgan. Keyin tepasida nima? Asos bor, tepasida asos. O'shanda muntazam uchburchak yasalgan. Muntazam uchburchak. Muntazam 3 burchak yasalgan bitta. Ha. Va o'sha uchburchak ichidan, u beshburchakda ichi bor o'ng tomondagi. Ha, o'sha Bungacha. va Bungacha bo'lgan masofani so'ragan. Yo'q, diagonal bor-u. Diagonal bilan bu kesma hosil qilish orasidagi burchak topdik. Kichkinasini topdik. Tushundim. Faqat domla bu muntazam uchburchakcha kattaroq bo'lyapti. Kichikroq qilib qo'ydik. Bo'ldi, endi tushundim qaysi joyini so'ragan. Bunaqa so'ralibdi-da, значит. Mana bunaqa qilingan. Mana bunaqa qilingan. Bundan bungacha olib borishgan, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin bu oralig'idagi burchak so'ragan. Keyin bu teng, bu ham tengmi? Ha, va bu yerda ikkita tomon bor. Bu hamma tomon teng bo'lgan besh burchakda domla. Ha, bu tomon emasda, bu yoq ham teng. Diagonal. Muntazam 5 burchak qisqasi mana shu joyini so'rabdi, orasidagi burchakni topishimiz kerak. Mana shunaqa. Domla diagonal ham teng. Diagonal bor-u. Ha, bilaman, u tengligini aniq endi chizmadimda, hozir adashtiradi bizni. Bor. Xo'p. Hozir boshlaymiz. X ning gradusini so'ragan, значит. Hop, e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu burchagimiz necha gradus? 60 gradusmi? Bu burchagimiz 30 gradus qoladimi keyin? Bu burchagimiz ham 60 gradusda. Shunaqami? Ha. Hop. Endi ikkala tomon teng ekanligidan bu yoq 90 bo'lsa, 45 dan bo'lib qoladi. Ya'ni bu burchagimiz ham 45 gradus, bu burchagimiz ham 45 gradus ekanligi ma'lummi? Ha. Shunaqa bo'ldi. Xo'p. Endi bu burchakni topishimiz kerakmi? Bu burchakni topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Bundan bunga bitta o'tkazaylik-da. Shu burchagi bo'ladiganga o'xshab turibdi-da. Xo'p. Alo. Eshityapman. Hali uch burchakda ikkita qo'shni burchaklar yonasi, uchinchi tomoni qarshi burchakka tengmi? O'sha joydan keltirsak ham bo'ladi, xohlasak. Krasniy yig'indisi necha bo'ladi? 105. Yo'q, 75 teng. Bu burchakda 75 desak bo'ladimi? Bu burchakda 75 gradus desak bo'ladimi?
Xo'p, 75 desak bo'ladi. 75 ni qo'shnisi 105 bo'lar ekan x tenglik. Javob 75 gradus. 105 gradus. Javobda turadichi. Qaysi javob bo'ladigan bo'lsa, javobimiz o'rinlaydi. Xo'p, hozircha 15 ta savolni tahlil qilishga ulgurdik. Mana shu joyda yakunlaymiz shekilli. Keyin ertaga ko'rib chiqamiz yana. Ertaga obedgacha vaqtimiz bor, xudo xolasa. O'shagacha ham ko'ramiz. Bizni kuzatgan hammaga rahmat. Hamma sog' salomat